Hammaga salom do'stlar, sizlar mana Bilal Weekend Play kanalidasiz. Bugungi videoda Mastercraft serverida survival rejimida kuchayishga harakat qilamiz. Qo'limdan kelganicha videoni oxirigacha kuchayishga harakat qilganman albatta. Buni ko'rsangiz bo'ladi, videoni oxirigacha ko'rsangiz. Xullas, zo'r setlar yasashimiz kerak. Endi men ferma quramiz. Endi buni ham ko'rasiz. Fermalarimni soqqa qilaman, fermalarimdan xullas setlar yasayman albatta. Lekin hozirgi setlarim ham yaxshi bo'ladi. Unda birinchi bo'lib boshlashdan oldin biz kirka yasashimiz kerak, kirka. Trench kirka chiqarishimiz mumkin, buldozer desang ham bo'ladi. Bu kirka orqali biz bitta sindirganimiz 3 ta blok sindiradigan bo'ladi. Ya'ni 3 ga 3, 9 ta blok sindiradi o'xshi. Biz yashashimiz kerak hozir. Buni olamiz. Çok. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana nima chiqar ekan? Unbreaking bizga kerak emas. Bizga iloji bo'lsa rangli sehrlar tushsa yaxshiroq bo'lardi. Bizga trench yoki boshqa narsa. Endi bizga XP kerak. Endi XP ni oxirida quramiz. XP farm bu orqali biz 8 XP bilan endi pure olishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, shopda juda ham qimmat. 32 ta soatiga 3000 turadi. 32 tasi mana ko'rishingiz mumkin. 32 tasi 3000. Bu degani biz minusga kirib ketamiz degani. Shuning uchun biz tekinga shunchaki firma orqali buni olishimiz mumkin bo'ladi video oxirida. Lekin qurganimiz shunchaki o'chib ketgan ekanligini bilmayman. Hozir firmalarga qaraganimiz ma'qul. Birinchi bo'lib ham bir kokonatdan boshlasak ham bo'ladi.
Bu yerda mening timim kirib qoldi. Men unga video borligi haqida gapiryapman. Uni aytib beraman. Va bu mening timim Marko 3-1. Enderman firmaga narsa yig'ishga yordam beraveradi bu ham bizga. Xullas Enderman firmaga narsa yig'ishni boshladik jigarlar. Hozir men sizlarga ekranga chiqarib qo'yaman. Enderman firma nimaga kerakligini ro'yxatini chiqarib qo'yaman ekranda. Ko'rishingiz mumkin nima kerakligini. Bizga tosh va qolgan narsalar ham kerak, temir ham kerak. Shuning uchun temirni eritgan qo'yib qo'yapman. Bilmadim nimaga o'chib qolgan, bu joyda video o'chib qolgan, shuning uchun davomidan qo'yishga majbur bo'lganman jigarlar. Qurib bo'lganimdan keyingi videosi bu. Nimagadir o'chib ketgan qurayotganimni men. Lekin yaxshigina hozir ishlayapti firma. Ko'rishingiz mumkin. XP firma va Enerpower firma tayyor. Bu yerda siz VIP XP olsangiz ham bo'ladi. Hozir men ko'rsataman, sotib ko'rsataman men bularni. Lekin bilmadim nimagadir o'chib ketgan. Qaytarib bo'lmayapti o'chib ketgan narsani. Uzoq vaqt bo'lib ketgan video bilmadim. O'chib qolgan o'z-o'zidan bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin, qanday ishlashini ko'rsataman. Bu yerda qanaqadir bir endermencha bor, o'shanga to'planadi, tushadi pastga. Nimagadir yo'q. Nimaga bular bekka tushyapti? Ichiga tushish kerak bular. Pastga tushiraveramiz bularni. Ular shunaqa qilib kelaverasizlar. Agar menga TP qilsangiz, Mastercraft serveriga kirib, albatta bu yerga olib kelib beraman sizni. Bemalol firmalar bilan ishlashingiz bo'ladi bu yerda. XP bilan. Bu yerda ko'rishlaring mumkin, qancha pul ishlaganimni, Enderpearlarni sotib. Uncha pul ishlaganman. Menimcha video cho'zilib ketdi. Katta Enderman firma qurdik. Kiringlar Mastercraftga o'ynaymiz. Xayr hammaga.